O'zbekistonga juda ham ko'p Xitoy avtomobillari kirib kelyapti. Bugungi ishimizda avtomobil Haval H9. Bu mashinada umuman ovozi yo'q edi. Biz uni to'g'riladik. Ko'p gapirmayman. Hozir birgalikda ovozni eshitib ko'ramiz va qilingan ishlarni albatta sizlarga aytib chiqaman. Bu avtomobilga ovozi chiqishi uchun ikki xil rejimda ishlaydigan glушитель o'rnatib berdik. Glушительimiz pult orqali boshqariladi, past va baland.